معرفت پرور و o'zbek tili hamda madaniyatini sevuvchi barcha do'stlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Katta mamnuniyat va faxr bilan sizlarni o'zbek tilining milliy kuni munosabati bilan tashkil etilgan shu muhtasham marosimda qutlab qolaman. Bugun bizning milliy o'zligimiz, madaniyatimiz va faxrimizning ramzidir. Til bir millatning ruhi va jonidir. Bugun biz ana shu bebaho gavharni ulug'lash, qadrlash va e'zozlash uchun bir joyga to'plandik. Endi esa dasturimizni muborak tarzda boshlash uchun sizlarni Qur'oni Karim oyatlaridan tinglashga taklif qilamiz. Hurmatli qori Said Hikmatullohxon, buyuring. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقولون ربنا إننا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hurmatli qorimizga ruh baxshlovchi tilovatlari uchun samimiy minnatdorchilik bildiraman. Dar haqiqat ilohiy oyatlar har doim qalblarga orom, atrofga esa nur baxshlaydi. Avvalo ushbu madaniy va milliy marosimni tashkilotchilari nomidan barcha mehmonlarimizni, ustozlarimizni, opa-singillarimizni, talaba va yoshlarimizni bugungi yig'inimizga samimiy qutlab xush keldingiz deymiz. Bugun biz tilimizni, madaniyatimizni va o'zligimizni nishonlash uchun bu yerda to'planganmiz. Endi dasturimizni davom ettirish uchun hurmat bilan yosh shoir va yozuvchimiz xonim Farhangiz Savganni so'zga taklif qilamiz. Marhamat. Tengri Taolo nomi bilan va so'z ma'no egasi va bizni bir-birimizga bog'laydigan til nomi bilan. Hurmatli mehmonlar, aziz va qadrli madaniyat sevarlar, o'zbek tili va adabiyotining muxlislari, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bugun Hamburg va uning atrofidagi o'zbeklar jamiyati nomidan sizlarni iliq va samimiy qabul qilishdan katta iftixor va xursandchilik hissi bilan mamnunmiz. Bugun biz nafaqat o'zbek tili milliy kunini bayram sifatida, balki bu kunni dunyo bo'ylab o'zbeklar o'rtasidagi madaniyat, kimlik va birlashuv ramzi sifatida nishonlash uchun
bir yerga yig'ilganmiz. O'zbek tili faqat so'zlar to'plami emas, u jonli ruhdir. U yozilib shoirlarning, masalan Alisher Navoiy singari shoirlarning she'rlarida, folklor qo'shiqlarda va otalarimizning qalbida yashaydi. Bu til xalqimizning tarixi va his tuyg'ularini saqlovchi tildir. Asrlar davomida qiyinchiliklarga qarshiliklar o'zbekman yaxshi emas. Ham shoirlar, yozuvchilar, tarixchilar va yoshlarimizning ovozida davom etmoqda. Hamburg O'zbeklar jamiyati ushbu madaniy majlisni o'tkazishi orqali garchi kichik bo'lsa ham bu dilrabo va boy tilni chet elda jonli saqlashga o'z hissasini qo'shmoqchi. Bu til nafaqat muloqot vositasi, balki mavjudligimiz va shaxsiyatimiz birligidir. Ushbu majlisga kelib muhabbat va ma'no qo'shgan barcha hurmatli mehmonlarga, san'atchilar, faol jurnalistlar, oilalar va madaniyatimiz va tilimiz ovozi bo'lgan kattalarga samimiy minnatdorchilik bildiramiz. Umid qilamizki, bu kun kelajakda yanada ko'p hamkorliklar, madaniy aloqalarni mustahkamlash va o'zbek tilining ovozini kelajak avlodlarga yetkazish uchun boshlanish bo'ladi. Hurmat bilan, kamchiliklarga kechiringlar. Xonim Savgandan bir dunyo minnatdorchilik bildiramiz. Hozir mahfilimizning bu bo'limida Hoji Said Xayrmuhammad Mag'dum, Hamburgdagi Yosh ulug'lar shurosining boshlig'idan taqozo qilamiz, sahnaga chiqib o'z so'zlarini mehmonlarga taqdim etsalar. Marhamat Hoji Said. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz qadrli tildoshlarim va ildoshlarim, assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. İcazatlaringiz bilan barchangizni o'zbek tili milliy kuni munosabat bilan samimiy tabriklayman. Hammamiz bilamizki, bu ro'z 21 oktyabr va 29 Mezon bizning ona tilimiz dunyo bo'lib rasmiy tillarga va davlatli tillar qatorida qabul qilingan kunidir. Buni biz har yil tantanali shaklda nishonlanamiz. Bu juda yaxshi va katta ahamiyatga tilimizni izozlash uchun va uni o'tib o'sishi uchun va talosh qilamiz. Albatta bu har birimizga bu burchimizdir. Bu kun ittifoqli yo'lga qo'yish uchun zahmat chekkan azizlardan chet erakdan chet ko'ngildan minnatdorlik qilib va ularga har birlariga ko'p barakatli va topshiramiz. Chun va rahmat sizlar azizlarga, ammo aytishim kerakki, biz uchun birinchi til va har kun tilimizni gaplashamiz. Bu bo'lishi kerak ki o'z tilimizni har kun so'zlab va bitib va bilinga kelasi naslga uchun yaxshi o'rgatmoq uchun bu tilimizni
haqiqini ado qilib bilsak, u har birimizga admizga yarasha odim ko'rib zarur va xosiyatan biz bu tilni paytamizga oylamiz va farzandlarimizga o'z ana tilimizni ko'p yasharishlik uchun aslida baxshi tazilda bizlarning o'zbekimiz ham uncha yaxshi emas. Chiqarish uchun ko'p harakatlarni qilishib metinga boshlig'in uchun peshnahodimiz shu. Albatta gaplar o'tsa gap ko'p, o'zbekimiz ham uncha zaifroq. Buning uchun men boshqa gaplarni boshqa vatandoshlarga qo'yaman. Bular baxay idoma qilsin. Bu kunni shonli, e'tiborli bir yo'lak birinchi qutlu bo'lsin deb aytaman. Tilimiz hamisha yashasin va sizlarga ko'p rahmat. Hamma bir ikki olmoqchiman. Davlaman. Herzlich willkommen zum Tag der Usbekischen Sprache. Diesen besonderen Tag möchten wir heute gemeinsam mit euch feiern. Wir freuen uns sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Außerdem möchten wir alle danken, die bei der Organisation mitgeholfen haben. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Danke. Teşekkür. Janob Hoji Saiddan ko'p minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat sizga va ko'p go'zal ham gapirdingiz. Hech nima qilmang o'zbekchamiz yaxshi emas deb. Bir kalima ham gapirsangizlar, ona tilimizga katta quvonch va iftixor hammamiz uchun. Xo'p, hozir esa dasturimizning ilmiy va madaniy qismi o'zbek tili va madaniyati haqida paneli keladi albatta. Undan oldin, paneldan oldin bizlar hurmatli doktor Saif Najibullo Korgardan taqozo qilamizki, stejga tashrif buyurib, o'z so'zlarini mehmonlarga taqdim etsin. Hurmatli doktor Saif. Bismillahirrahmanirrahim. Ulug' Tengri taolo oti bilan birinchidan siz hurmatli yosh ulug'larni, opa-singillarimizni, qavm buyuklarini, bolajonlarni va yigitlarni bugungi yig'ilishimizga qatnashganlaringizni chin yurakdan qutlab va tilimizni, milliy kunini dunyo bo'yicha o'zbek xalqiga muborakbod aytaman. Albatta suhbatlarimni bir she'r bilan boshlayman, umidki xasta kun bo'lmasa. Ay ko'ngil bir yul ko'rib, konu mazoyodan gapur, g'uncha da'volanmasin, lahmu shakarxodan gapur. O'tmishingdan so'zlasam til sayragay, bulbul kabi, jonaro mehringni yashnatgan sajoyodan gapur. Tegra toshingda uyushganlar bilim sevguvchilar, boshiga ta'zim ilab harf girodan gapur. Kuylasin matrab tag'azzul pardasida nag'malar, kuylasin matrab tag'azzul pardasida nag'malar. Ga tanovar, ga usayli, goh xaniyodan gapur. So'zi sohbat so'ngida netmak kerak deb so'rsalar, so'zi sohbat so'ngidan netmak kerak deb so'rsalar, til takallumga cho'zib fikriga har zodan gapur. Kimligingni anglamoqqa har kishi mushtoq erur. Kimligingni anglamoqqa har kishi mushtoq erur. Turk nasli yofis avlodi otilodan gapur. Bismillahirrahmanirrahim. O'zbek tili milliy bayrami qutlug' bo'lsin. O'zbek tili milliy bayrami bu o'z tilini sevgan
uning boyligini anglagan har bir inson uchun katta bir ta'bir. Bugunning nishonlash tilga bo'lgan mehrimizni yanada rivojlantirishga har birimiz tilimizning to'liq va aniq so'zlash va unga bo'lgan hurmatni ko'rsatishimizni bildiradi. Shuningdek, o'zbek tilini ilmiy va madaniy sohalarda rivojlanishi uchun yangi loyihalar yaratish, uning jahon miqyosida keng tarqatish ham o'zbek xalqi uchun juda muhimdir. Bugunning nishonlashda biz o'z tilimizga hurmat ko'rsatish bilan birga uning rivojlantirishiga hissa qo'shish, uni o'rganish, o'rganuvchilarga yanada ko'proq imkoniyatlar yaratish bizning burchimizdir. Agar har birimiz o'zimizning tilimizning himoyachisi sifatida hissa qo'shsak, unda biz tilimizni kelajak avlodlarga to'liq, toza va boy holatda yetkazishimiz mumkin. O'zbek tili nafaqat bizning suhbat qilish vositamiz, balki madaniyatimiz, tariximiz va milliy qadriyatlarimizning o'ziga xos ifodasidir. O'zbek tilining har bir so'zi, ifodasi asrlar davomida shakllangan va bugungi kunda esa tilimiz nafaqat mamlakatimizda, balki dunyoning bir qator o'lkalarida yashayotgan o'zbeklar uchun kuch bo'lib xizmat qilmoqdadir. O'tgan asrlar davomida bu tilda Amir Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Sulton Husayn Boyqaro, Gavharshod Begum, Nodira Begum, Robiya Balxiy va Ogayi kabi buyuk va mumtoz insonlar asarlar yaratib, xalqimiz ma'naviyatining dunyo miqyosida muhim tillar orasida yuksaltirganlar. Hozirgi asrda esa xalqimizning iste'dodli shoirlari va yozuvchilaridan bo'lmish, albatta ba'zilari hayotdan ko'z yumgan va ba'zilari albatta hozir hayotlar. Hurmatli Ergash Ushqun, Ustod Muhammad Amin Matin Antxo'yi, Ustod Abdulhamid Oga Antxo'yi, G'ulom Saxiy Yurtdosh Antxo'yi, Muhammad Olim Ko'kan marhumi, Ustod Muhammad Olim Labib, Toshqin Bahoyi, Butun Aydari, Kozim Amini, Doktor Azizullo Orol, Shafiqa Yorqin, Janob Halim Yorqin, Muhammad Yahyo Afizi Javzijoni, Asadullo Valvoliji, Ustod O'zgin, Janob Ustod Turdiqul Maymanagi mana mahburimizga qatnashganlar albatta. Bular kabi ulug'vor insonlar va shular kabi o'nlarcha boshqa shoirlarimiz asarlar yaratib, tilimizni rivojlanishiga hissa qo'shib kelganlar. O'zbek tili bayrami barchamizga ilhom bag'ishlasin. Uni yanada sevib rivojlanishiga hissa qo'shaylik. Milliy madaniyatimizning eng buyuk boyligi bo'lmish tilimizni yanada ulug'lash va uning yuqori darajada saqlash bizning burchimizdir. Hurmatli qavm qarindoshlar va aziz mehmonlar, suhbatlarimni avvalida bir parcha she'r marhumiy ustozimiz bo'lgan Ustod Abdulhamid Oga Antxo'yi, bizlar u kishida qo'llarini tagida tarbiya topganmiz. Shu bilan albatta xotima beraman. Ay mening urdu zabonim ona til, sen mening ruhu ravonim ona til. Sanjaranglab bulbuli go'yo kabi, kuylagaysan azmushonim ona til. Menga qibla, menga Ka'ba, menga jon. Menga qibla, menga Ka'ba, menga jon. Ay muborak armonim ona til. Menga oltin, menga gavhar, menga dur. Menga oltin, menga gavhar, menga dur. Borligim faxru zamonim ona til.
borligim faxru zamonim ona til. Tojilaringizdan bir dunyo minnatdorchilik bildiraman va qori bo'lsa shuni ham eslab o'tay, mana bizlarni shu yerga muhojirat o'lkasiga kelib Olmon o'lkasida joylashgan biz va Olmonni davlatidan, mardumidan ham bir dunyo minnatdorchilik bildiramiz. Bir fazoy demokrasiyada hamma opa-singillar, aka-ukalar o'ltirib mana bunday majlislarni tashkil qilamiz. Mutaassifona vatanimizda bizlarning qizlarimiz dars o'qiy olmaydi. Yarim jamiya falj voqean bugun bizlar mana bu yerni davlatidan, hamkorligidan bizlarga qilib turgan ma'naviy yordamlaridan bir dunyo minnatdorchilik bildirib, sizlarni Xudovandga topshiraman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yaxshi ro'zlarda uchrashaylik. Madaniy faol Dr. Soyib Najibullo Korgardan bir dunyo minnatdorchilik bildiramiz. Hozir musiqiy navbati.
سلطان لاله رخسارم دلی سنچرای ملکی سلطان لاله رخسارم دلی آنم تلی هم دلدارم تلی هم دلدارم تلی ای سلامت بریم احمد تشکر سلامت yaşayın. Endi bizlar bir qo'shiq shundan bir go'zal bir qo'shiq o'qiymiz. Albatta bu she'ri ham albatta hurmatli, rahmatli Matin Andijoy janoblaridan va kompozer Ustod Xayrmuhammad Chovush tag'amdan albatta. Shuni sizlarga bajaramiz, ijro etamiz. Sog' bo'ling, eshitib. Ey maşallah. مثل طاووسی kelib hayyon xiromon bo'lmasa sarvi qomat ovrazi gul qaddi rayhon bo'lmasa chashmi sha'lo o'zi barnoshoy xumon bo'lmasa o'lmayin muhajjida jismim arojon bo'lmasa hey anaga chak qarsakla bo'lsin bir yo'qlamaydi qaynab qolmaydi pulim sarbasar hasrat dilim sharh etgani yo'q bir gulim o yuzingni ko'rmasam har kun qarong'u deb dilim ravshan o'lmas kechalar o'lmoyi tobon bo'lmasa bilsangiz shu bir sabab mazlumligim va do'stlar so'rgali ahvoli zorimga qadrdon bo'lmasa harakay arsaklar maşallah ko'rsatur uslu malohatlar bilan odam emas ul kishi ko'nglida tufon bo'lmasa bu jahonda bir pari afson uchun haslat kabi bormi uchun afsona bo'lgan yor uchun haslat kabi ahdi yolg'on bevafo dildor uchun haslat kabi kecha kunduz qon yutib ash'or uchun haslat kabi
Oshiqi sodiq emas bo'l, xalqqa doston bo'lmasa. Oshiqi sodiq emas bo'l, xalqqa doston bo'lmasa. Rahmat, salomat bo'ling. Teşekkürler. Aziz do'stlar, konsert yana ham bor. So'robjon yana ham sizlarga o'qib beradi. Ammo fe'lan baxshi she'rxonlik. Eski tarix و tamaddundan nishon o'zbek tili. Sen sharafsan millatimga, izzishon o'zbek tili. Onajonim, mehrabonim, Afg'oniston, Afg'oniston. Nodira begim Huvaysi qancha gavhar shodlar, she'r shoirlikka qo'ygan qancha devon o'zbegim. Qarshingga omad sizga bersa katta e'tibor, yurtini Ka'badan ortiq ziyorat qilgum kelur.